Assalomu alaykum hammaga. Vebinarimizni boshlaymiz. Bugun Zarya ustozimiz Zarya Sazikovani o'zlari o'tib bermaydilar. Yordamchilari bo'laman, assistent ismim Doston. Ularga bugun oddiy, yengil savol-javob chati formatida vebinar o'tkazamiz. Savolinglar bo'lsa, kurslar haqida, bizlarga raskopka, bizlar metodikamiz haqida ularga javob berib boraman. Zapisi boshlab qo'ydim. Bugungi mavzuyimiz natija haqida. Oddiy natija. Bu to'g'risida ko'p videolarda, ko'p darslarda eshitganmiz. Ko'pchilik aytgan. Natija, harakat, motivatsiya. Natija o'zi nima? Iltimos o'zingizlarda nimaga harakat qilasizlar, qanaqa natijaga erishmoqchisizlar? Kommentariyga yozinglar. Qo'ldan kelgancha. Endi Zarya ustozimizdagi yaxshi javob beramizmi? Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qilaman. Tak, ovozim yaxshi bo'lishi kerak. Agar past bo'ladigan bo'lsa, aytinglar. Ovoz ko'tarib olaman. Natija to'g'risida aytib. Natija bu nima? Ishdagi natija, oiladagi natija, baxtli hayotdagi natija. Bu ko'proq yoshlarimizda uchadigan holat. Mana o'zim ham bukvalni kecha oshna og'aynilar bilan, sinfdoshlar bilan yig'ildik va bu to'g'risida gaplashdik. Menga bu qiziq. Ular hayotida nima qiynalishlar, hammasi yaxshimi? Nima holatlar bo'lyapti? Bu holatlarda men ularga qanaqa yordam bera olaman? Shunda gaplashganimizda bir do'stim holati bo'yicha aytadigan bo'lsa, bitta holat bo'lyapti. Ya'ni bitta narsaga harakat qiladi, natija kelish o'rniga bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yarim yil, 10 oy bu to'xtaydi. Go'yoki qurvat harakat plan qilyapti, lekin birdaniga bu to'xtab yangi ish boshlayotgandek. Bu holatlar ko'pchilikda bo'ladi. Xuddi ertadan yangi hayotga boshlayman, ertadan trenirovka qilishni boshlayman, o'zim bilan shug'ullanishni, ertadan kitob o'qishni boshlayman degandek. Bu tanish holat deb o'ylayman hammaga. Ovoz juda past. Assalomu alaykum Dilorom opa. Hozir ovozimni yana ham ko'taraman. Xo'sh, tekshirib olaman. 1. Natija deganda hozir men harakatga sal ketib qoldim. Hozir ovoz tekshirib olaylik. Shu ovozim vro'ji yaxshi boryapti. Harakat. Shunga yarasha plan tuzdik, harakatni boshladik, lekin baribir natija yo'q. Nega? Mana shu to'g'risida bugun gaplashamiz. Bu natija bo'lishi mumkin sog'liq sferasida, ish sferasida, munosabatlarda, oilada. Hamma xohlagan natija har xil. Bir xil xohlaydi baxtli yashash, bir xil xohlaydi suyukli bo'lish, bir xil xohlaydi boy bo'lib bo'ldi deydi. Bir xil uchun pul muhim, bir xil uchun oila, bir xil uchun o'zi, baxt. Mana shu narsa. O'shaning uchun universalniy javob yo'q. Bu vebinarda men amaliyoti bilan shug'ullanmayman, ochiqchasiga javob sizlarga bera olmayman. Hammada podxod individual. Hammani o'z yo'li bor, hammani o'zining dunyo qarashi bor. Kimdir bergan maslahat sizga mos, kimnikidir mos emas. Shu uchun biz ongosga tushish kursiga sizlarni taklif qilamiz. Zarya ustoz o'zlari to'g'ridan-to'g'ri olib boradilar. Uje qabul ochilgan, yanvar oxirida darslarni boshlaymiz. Mana shu joyda siz uchun nima muhim? Mana shuni aniqlash, u bilan ishlash. NLP texnikalari, ongosga tushish. Undan tashqari katalepsiya, amneziya, analgeziya, samogipnoz texnikalari ham bor, metodikalari bor, meditatsiya, to'liq prezentatsiyalari bilan materiallariga dostуп qilib beramiz va keyin asosiy tahlil darslarida bularni mustahkamlab o'tamiz. Amaliyot bo'ladi. Sababi teoriyani o'rgangandan tashqari bizga amaliyot ham kerak. Bu videoyimizda fokus qatga qaratishga harakat qilaman. Javobni o'zingizlar o'ylab ko'rishingizga harakat qilaman. Sababi men bilmayman sizlarning hayotingizda qanaqa qiyinchilik bor, qanaqa harakat qilyapsizlar, nimani maqsad qo'ygansizlar. Shu sababdan sekin-sekin kichkina qadamlar bilan boshlashga harakat qilamiz. Xo'p, unda prezentatsiya bo'yicha boshlaymiz. Tak, hozir 4 odam bizlar bilan ekan, mayli. Главный buni zapisi bo'ladi, keyinchalik vaqti bo'lmagan odam ham buni ko'rib o'rganishi mumkin. Nimaga harakatlaringiz natija bermayapti? O'ziga past baho berishdan boshlaymiz. Nima uchun odam o'ziga ko'pincha past baho beradi? Yoki bo'lsa o'zidan juda katta natija kutadi. Bir kunda shuncha ish qilaman, bir oyda men shunga erishaman. Bu xuddiki Zarya ustozimiz efirlarda aytgandek, maqsad qo'yamiz. Ongostidan yangi neyroset yaratishga harakat qilamiz. Yangi dastur. Ongostini o'zi bor. Ishonch, qadriyatlarimiz, bizadagi убеждениyalarda, undan tashqari ongosti elementlardan tashkil topgan. Bu ongosti biza buni ongsiz ravishda, u bizani ongsiz ravishda boshqaradi. Bu nima degani?
Siz buni sezasizmi, sezmaysizmi, his qilasizmi, yo'qmi? Bu sizning qarorlaringizga ta'sir qiladi. Даже neyrobiologiyada ham aytilgan, sizga savol bersa, qaror qabul qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qaror qabul qilishingizdan oldin miya uni уже qabul qilib bo'lgan bo'ladi. Bu o'rtacha uzoq qaror bo'ladigan bo'lsa 7 sekund deyishadi, adashmasam. Buni более подробно internetdagi statsiyalardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu qilingan qaror bo'ladigan bo'lsa, sizning hayotiy tajribalaringizdan kelib chiqqan bo'ladi. Ya'ni siz nimaga ishonasiz, nima siz uchun muhim. Undan tashqari boshqa elementlari ham bor. Bularni более подробно kursda o'rganishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Zera Sadiqova bilan birgalikda. Tak, natija bo'yicha kelinglar ish misolida olamiz. Mana, har kuni qo'shimcha ish qilamiz. Masalan, oddiy misolda harakat qilaman. Ishda ishlaysiz. Ish rejangiz 8 soat. 8 soat. Bu degani siz har soat uchun 50 ming olasiz. Siz buni 10 soat qildingiz. 8 soat 50 mingdan emas, 10 soat 50 mingdan olyapsiz. Bu yerda уже doxod oshishi kerak. Qo'shimcha 2 soat ishlayotganingiz har kunga zapas 100 ming so'm. Yig'ilib borishi kerak. Ya'ni siz xarajatlaringizda bir oylik qo'shimcha 3 milliondan qolishi kerak, taxminan oladigan bo'lsangiz. Lekin bu qolmaydi. Nimaga? Bu yerda hisob-kitobga qaraymiz, rejalashtirish kerak, planlashtirish kerak. Lekin bundan tashqari o'ziga past baho berish yo'kida ko'p pul bu xavfli degan blokni aniqlash. Bu qanaqa? Bunaqa qo'rquv, bunaqa xavf, bunaqa to'siq bizga yoshligimizdan rivojlanib kelgan. Singdirilgan bizga. Yoshligimizdan singdirilgan. Buni qanaqa qilib ko'rishimiz mumkin? Hamma yoshligida kinolarni ko'radi, kitoblar o'qiydi. O'tda bosh qahramon qiynalgan, sodda odam bo'ladi. Masalan, kim misolda olsak bo'ladi? Bitta kino bor, o'tda aktyor o'zini o'g'li bilan ko'chada qolib ketadi, ish topolmaydi, harakat qiladi, hech narsaga erisha olmaydi. Lekin harakatlar natijasida u o'z qolgan firmaga joylashadi. Bu kinoni otini hozir aniq eslolmayman, keyingi tayyor zapisida или kommentariyaga yozib qo'yaman, bugun kechga topib. Mana shu natijasida bizda shunaqangi fikr dastur rivojlanadiki, yaxshi yashash uchun ko'p harakat qilish kerak, qiynalish kerak, ko'chada qolish kerak. Ya'ni mana shunday bo'lib, sinmagunimizcha yangi natijaga erisha olmaymiz. Komfort zonadan chiqish ham deyishadi buni. Komfort zonadan chiqish foydali, lekin komfort zonani o'zidan chiqish qanaqa bu? Komfort zonadan chiqish degani bu o'zingiz uchun qulay bo'lgan hamma narsadan kechib ketish kerak degani emas. Bu noto'g'ri. Hamma aytadi, ko'p eshitganman. Katta natijaga erishish uchun komfort zonadan chiqish kerak, yengilliklarga oshirish kerak. Tavakkal qilish kerak. Tavakkalni bosh kel deyishadi. O'shanga oldin o'ylab, keyin harakat qilish kerak. Bu men fikrim. Tak, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak. Ong ostidagi bloklarni anglash muvaffaqiyat sari birinchi qadamdir. Agar ongli xohishingiz va ong ostidagi dasturingiz bir-biriga zid bo'lsa, siz doim charchoq va to'xtab qolishni ishni boshlamasdan o'zi his qilasiz buni. Ish boshlamadingiz, hech narsa qilmadingiz, lekin sizda o'zi charchoq bor. Bu normal holat, bu ko'pchilikda bo'ladi. Ertalab mana ko'zimizni ochdik, ishga borishimiz kerak, ertalab 6ga uyg'ondik, misol uchun, to'g'rimi? И сразу birinchi gapimiz charchadim. Bo'ladigan holat. Mana misol uchun, ertalabdan rejalashtirilgan uchrashuvingizga chiqishdan oldin birdan boshingiz og'rib, madoringiz qolmaydi. Ongli xohish va ong ostidagi dastur o'rtasidagi ziddiyatni ko'rish, siz xohlaysizmi yoki yo'qmi, u dastur sizni qo'yolmaydi. Bu siz uchun qanchalik muhim? Siz uchun nima muhim? Mana shu uchrashuvga borishmi yoki dam olishmi? Uchrashuvga kecha qolish foyda tarafi shunda bo'lyapti bizga. Ko'proq dam olish. Har bitta narsaning o'zining foyda joyi bor. Buni dangasaligiga yo'yish kerak emas. Undan tashqari biz natijaga erishishimiz, rivojlanishimizda bizani ushlab turadigan narsa bu ishonchlarimiz, eskirgan ishonchlar. Buni prezentatsiyada keyin tayyor videoda ko'rishlarni maslahat bergan bo'larim. Takakbotda kamerada ko'rinarmikan? Bu tavuk qo'yib более подробно qilingan eskirgan ishonchlar. Eskirgan ishonchlar eng ko'p eshitiladigan narsa bu yerda eng ko'p aytishadigan. Odamlar nima deydi? Buni даже hozir internetda trenerlar ham aytyapti, motivatorlar ham aytyapti. Odamlar nima deyishini ahamiyati yo'q, o'zlariga qaraylar, sizlar birinchi navbatda sizlarda. Xo'p, bu ishonchni o'zi qayerdan kelib chiqqan? Kim nima deb o'ylaydi? Javoblarni aytinglar, kommentariylarga qarab turman. Hozircha faqat 6 tagina odam bizlar bilan ekan. O'ylaymanki, shu 6 ta odamga bo'lsa ham qo'ldan kelgancha foydam tegadi deb va zapisini keyinchalik ko'proq odam ko'rib oladi. Davom etamiz. Keyingi slayd.
eskirgan ishonchlar to'g'risida fikringlarni albatta yozib qoldiringlar. Pul, muvaffaqiyat va o'zingiz haqingizdagi salbiy fikrlar energiyani so'rib oladi. Bu qanaqa? Maqsad qo'yingiz, natijaga erishyapsiz, lekin sizda salbiy fikrlar bor. Unaqa bo'lsa nima bo'ladi, bunaqa bo'lsa nima bo'ladi. Bilamiz, biz o'ylaymiz, xayol qilamiz, умственный tруд fizический truddan ko'ra ko'proq energiya oladi. Siz o'ylashingiz, o'tmishda yashashingiz, kelajakda yashashingiz, bu o'tgan narsalarni hazm qila olmasligingiz, bunga yopishqoq fikrlar ham deyishar ekan. Unaqa bo'lsa nima bo'ladi, unaqa bo'lsa nima qilaman. Mana shularning hammasi ham kuch oladi kechasi. Ongosti 24 ga 7 ishlaydi, u dam olmaydi. Shuni hisobiga sizda doimiy energiya ketib, o'zingiz charchagan ham his qilishingiz mumkin. Tak, bu yerga bo'lib podrobno qaraydigan bo'lsak, nima uchun jismoniy og'ir ish qilmasangiz ham, kechga borib o'zingizni limondek siqilgan va ma'nan charchagan his qilasiz. Go'yoki ishga bordingiz, keldingiz, ko'nglingiz har doimgidek bo'lib o'tdi, однотонно. Hech qanaqa stressli holatlar bo'lmadi, lekin go'yoki og'ir mehnat qilib kelgandek, charchagandek o'zingizni his qilasiz bosim ostida. Sizlarda bunaqasi bo'lganmi? O'zimning esimda bu yoshligimda bo'lgan narsa, yoshlik, hammamiz yosh bo'lganmiz. Beg'am yoshlik. Maktabga boramiz, maktabdan qaytamiz. Kelganda bir xillarda bo'ladiki, siz charchab ketasiz. Maktabda necha soat bo'ldingiz? 5-6 soat, mayli 8 soat deylik, qo'shimcha darslarni hisobga olib. Kelganda bo'lsa, xuddi katta bir maydonni, dalani yerini o'g'irgandek charchagan holsiz bo'lib kelasiz. To'g'ri, kichkinamiz, energiyamiz kam, bu biz uchun ko'p. Lekin boshqa kunlar bo'lsa, tetik ham kelishimiz mumkin. Nimaga? Bu tabiiy holat, ora-chora charchash, o'ziga dam olishga ruxsat berish bu ojizlik emas. Doim kuchli bo'lish uchun irodaga tayanib, ora-chora charchadim, dam oldim deganda buni irodasiz deyish noto'g'ri. O'zingizga ruxsat beringlar, ora-chora dam olgan. Biz konkretni slaydga keladigan bo'lsak, prezentatsiyaga. Misol uchun, siz yangi loyiha boshlamoqchisiz, lekin ongingizda hozir vaqti emas, baribir o'xshamaydi yoki pul topish juda qiyin degan fikrlar tinimsiz aylanaveradi. Natijada harakat qilishga kuchingiz qolmaydi, chunki bor energiyangiz shu ichki kurashga sarf bo'ladi. Yangi loyiha. Har birimiz o'zimizning biznesimizni boshlaganmiz, yangi loyihani yurg'izganmiz, o'zimiz uchun o'zimiz ishlagimiz keladi. Birovni qo'lda emas, o'zimiz uchun o'zimiz. O'zimga shoh, o'zimga bek. Nimaga hozir vaqti emas? Baribir o'xshamaydi degan fikrlar bor. Yoki sizni o'zingizda ish ochmoqchi bo'lganingizda o'ylab ko'ring, qaysi fikr sizni to'xtatgan. Aytmoqman, bu yerda ko'proq savollar bilan ichimizdan javob topishga harakat qilamiz. Agar sizda qiynalish bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam berib boramiz. Mikrofon do'mda yana ovozni ko'taraman. Buni qo'lga ushlaydigani yo'q-de, shunisi bor. Podstavka qo'yamiz keyingi safar. Jo'larroq unda balandroq gapirishga harakat qilaman. Mikrofonimiz ulangan. Tak, bu yerda ovoz bormi? Sal mikrofon chiqib ketib qoldi hozir. Kelaylik unda 1 daqiqa. Men hozir so'rayman, ovozimni yana ham balandroq qilib berishligini. Gapirishga harakat qilaman. Srazu qaytamiz. Ungacha iltimos o'zingizlarda o'ylab ko'ringlar, kommentariyaga yozmasanglar ham. Faqat o'ylab ko'ringlar. Qachon sizlarda mana shu maqsad qo'yganingizda, yangi narsaga erishaman deganingizda, sizlarda shunaqa baribir hozir o'xshamaydi. Hozir buni vaqti emas. Bu qiyin degan fikrlar bo'lgan. Nimaga? Qachon? Nima sababdan? Qaysi ishni boshlayotganda? Bu fikrlar sizga qatdan kelgan, orttirilganmi, o'zingizda bo'lganmi? Buni o'ylab ko'ringlar. Keyin bo'lsa men o'zimdan slayd bo'yicha buni javobini qisqacha aytib o'taman. 1 daqiqaga o'chirib turaman, bizdan o'zolashmanglar. Bo'ldi, mana bu joy восстановление bo'lgan bo'lishi kerak. Ovozimizni balandroq deb o'ylayman. Assalomu alaykum Lobar opa. Tak, ovozimizni baland qilishimdan so'ragan ekansiz, balandroq qildim. Mana endi yaxshi eshitilishi kerak. O'ylab ko'rdinglar, umid qilaman o'zingizlarda. Qachon yangi ish boshlamoqchi bo'lgansizlar va qanaqa fikr sizlarni to'xtatgan? Bu fikr qayerdan kelib chiqqan? Buni aytganimda hozir sababini aytaman. O'zingiz pul va muvaffaqiyat haqida salbiy ishonchlaringiz sizning energetik teshiklaringiz ekanini anglashingiz kerak bo'ldi.
o'xshamaydi, bo'lmaydi, unaqa, bunaqa, u bo'lishi kerak. Idealniy vaqt kutamiz. Bu vaqt keladi, kelmaydi, buni biz bilmaymiz. Har kungi kunimiz turlicha. O'shaning uchun ko'pchilik aytadi, hozir va shu damda yashash kerak deb. Bu juda qiyin. Bizda har doim, ayniqsa kechqurun bu. Kechqurun mana. Do'stlarimga ham aytgan edim, yetkazib bera olgan edim bu fikrimni. Bu qanaqa? Kechasi yotasiz, dam olishingiz kerak, o'zingizni yengil his qilishingiz kerak, uxlashingiz kerak. Lekin shu payt ortiqcha xayollar keladi. Bu bo'lishi mumkin, opять же, o'sha bo'lib o'tgan voqealar yoki bo'lmagan narsalar. Shularni o'ylaysiz, asabiylashasiz, xavotir olasiz, uyqu qochadi, miya ishlayveradi. Bunaqa paytda ko'pchilik nima qiladi? Telefonni oladi, YouTube'ga kiradi, Instagramga kiradi, Reels ko'radi. Bu nima uchun? Nima uchun shu joyda kino emas, Reels ko'radi hozir ko'pchilikda. Kino bu katta video, Reels bu kichkina. Kichkina videolarni ko'p qilganimizga biz как будто ko'proq ish qilgandek his qilamiz o'zimizni. Bu bizga qaysidir ma'noda taskin beradi. Ya'ni bu kunim bekor o'tmadi. Bu ongsiz ravishda. Va sizni mana shu xayollardan chalg'itishga harakat qiladi. Даже bo'ladi, shu telefonga qaraysiz, ko'zingiz ketib qoladi, ko'zingizni ochib qaraysiz, lekin yana telefonga qarashda davom etasiz. Sababi mana shu kechqurungi xayollaringizga berilib ketib, qo'rquv, trevojность o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Xavotirga berilib ketmaslik uchun. Bu yomon emas. Bu prosta bizda o'zingizni yengil his qiladigan bo'lsangiz, erkin his qiladigan bo'lsangiz, go'yoki hozir bu narsadan mahrum bo'lasiz. Go'yoki hozir siz o'zingizni yengil his qiladigan bo'lsangiz, sen bekorchisan, yo'q, unaqa bunaqa degan gap eshitadigandek, yoki bo'lsa o'zingizni bo'sh qo'yadigan bo'lsangiz, hali bo'lmagan ishga bu kimdan gap eshitasiz, yoki bo'lib o'tgan ishga eshitasiz. Bu qo'rquv, bu narsadan quruq qolish hissi. Mana shunga neosozno ong ostidan bizga keladi, bunaqa. Buni hammasi aylanadi. Mana endi savol sizlarga, nimaga bu kechqurun kelyapti, kunduz kuni emas? Bizning ong ostimizda hamma narsa joylashgan, aytganimdek. Undan tashqari ongsizligimiz ham bor, bizning hamma xotiralar, har bir kunimiz o'tda saqlanib qolgan. Shu sababdan bir xillarda 2-3 kunlab eslamoqchi bo'lgan vaziyatimizni eslolmaymiz, lekin bir deganda to'satdan esimizga tushib qolishi mumkin. Nima uchun kechqurun bular bizga keladi? Boya aytganimdek, yengil bo'ladigan bo'lsa, bu narsadan mahrum qoladigandek. Biz bu narsa bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Biz vaqt foydali sarflashimiz kerak. Va undan tashqari bizda shunaqangi narsa borki, kechqurun harakat qilamiz. Mana kechqurun ishdan keldingiz, ovqatlandingiz, uy ishlarini bilan shug'ullandingiz, oila davrasida bo'ldingiz. Soat 10-11 bo'ldi deylik. 11 dan keyin siz bo'lsiz va bu vaqt siz o'zingiz uchun ajrata olasiz. Va buni biz ongsiz ravishda telefon ko'rish, o'yin o'ynash, video ko'rish, go'yoki bu bizning hammasi o'zimiz uchun, o'zimizga vaqt ajratish uchun. Shu sabab ham uyqusizlik bo'lishi mumkin. Tak, keyingi slaydga o'tamiz. Bugungi vebinarimiz 1 soatga mo'ljallangan edi. Soat 9 gacha mo'ljallagan edim. 8 dan 9 gacha. Kechroq boshladik. O'sha mana 20 dakika 9 bo'lib qoldi. Aytganimdek, vaqt kutmaydi, vaqt ketaveradi. Keyingi slaydimiz ichki nizolar. Ichki nizolar to'g'risida gaplashdik. Qadriyatlar va qilinayotgan ish o'rtasidagi nomutanosiblik, ziddiyat. Bu qanaqa tushuniladi? Qadriyat o'zi nima? Biz hozir NLP tilida aytadigan bo'lsak, NLP, neurolingvistik programmirование. Qadriyatlar bu siz uchun muhim bo'lgan narsalar. Siz uchun nima muhim? Birinchi navbatda zo'r narsa. Sanab ko'ringlar. Sizlar uchun nima muhim? O'zingizlarda. Masalan, men hozir sal o'xshatishga harakat qilaman. Men uchun muhim birinchi navbatda oilam. Men uchun muhim meni maqsadlarim. Men uchun muhim meni ishim. Bu yerda birinchi navbatda o'zi men uchun muhim men degan javob bo'lishi kerak hammada. Даже bu yerda har xil podkastlar eshitadigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun muhim bo'lgan narsalarni sanang deyishadi, lekin qaysi galda nechinchi o'rinda siz o'zingizni qo'ydingizdan deyishadi. Даже buni men yaqinda ko'rgan edim internetda. Psixolog maktab o'quvchilariga kelib, NLP texnikasi, воздушный texnikasi bor. Ana o'shani qilib beryapti.
bajarish yosh bola bilan buni qilish noto'g'ri. Bularni amaliyotda bajaraman desangiz, kursimizga kelinglar, kursda men Zarif ustozimdan iltimos qilaman, o'tib beradilar. Qadriyatlar bo'yicha siz uchun nima rostdan muhimligini ajratish uchun. Aynan mana shu qadriyatlardan kelib chiqib siz tanlov qabul qilasiz. Oddiy qilib aytganda, oddiy. Ikkita narsa olmoqchisiz, men uchun qaysi biri muhim? Qaysi biri muhim? Mana shu yerda qadriyat va ishonch rol o'ynaydi. Bo'lishi mumkin bu nima? Bu telefon современныйroq, yaxshiroq ishlaydi. Bu telefonning pamyati kattaroq. Yomonroq bo'lsa ham. Oddiy qilib aytganda, bunda 256 GB, unda 532 GB, mana 500 nechadir gigabayt. Mana shunda qadriyat, mana uchun nima muhim? Telefonni yaxshi ishlashimi yoki o'z xotiralarimni telefonda saqlashimmi? Tushgan rasmlarim, videolarim, darslarim, ko'rmoqchi bo'lgan kinolarim, ko'rmoqchi bo'lgan podkastlarim, eshitmoqchi bo'lgan darsliklarim saqlashmi? Mana shu ham qadriyatlar. Bu ishonch qanaqa rol o'ynaydi? Men uchun nima muhimroq? Men uchun xotiralar, darslar rivojlanishi muhimroqmi yokida o'zim ehtiyojimda qotmaydigan telefonni yaxshiroq ishlatishmi? Iltimos, assalomu alaykum Zarif ustoz. Zarif Siddiqoyim yozgan ekanlar, молодец. Rahmat, bu ikkinchi marta chiqishim, birinchi marta chiqishimda internetimiz juda nestabilniy bo'ldi 14-yanvar kuni. O'ylaymanki, hozir hammasi yaxshi ko'rinyapti. Освещениямыз sal pastroq. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz va tez gapirayotgan bo'lsam uzr. Kamerani oldida chiqish, YouTube'da gapirish ham bu san'at ekan. Masalan, oddiy mana maktab paytlarida ham biz mavzuga tayinlansak, darslarni gapirib bermoqchi bo'lsak, bizning hayajon bosib bu esdan chiqqan. Xotiralarimizda juda qiziq narsa. Ba'zi narsalarni biz eslab qolamiz, ba'zilarini esdan chiqazamiz. Eng muhimi hozir va shu damda siz meni eshitayotganingiz. Mana qaysidir gapim sizning hayotingizda nimagadir o'xshayotgan bo'lishi mumkin, qanaqadir xulosa olayotgan bo'lishingiz mumkin. Ishonaman, mana shu narsa sizning hayotingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Siz uchun hamma eshiklar ochiq. Xotiralar qiziq. Ayrim narsalarni biz uzoq muddat eslab yuramiz. Xuddi shunaqa negadir ijobiy, yaxshi, kayfiyat ko'taradigan narsalar tez esimizdan chiqib ketadi. Yomon salbiy vaziyatlar bo'lsa, xotiramizda juda mustahkam qoladi. Bir odam bizga yaxshilik qildi, bu esdan chiqib ketdi. Bir odam bizga yomonlik qildi, biz buni 1 yil o'tib, 10 yil o'tib ham eslashimiz mumkin. Maktabda gapirganimizda bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimizdan sinfdoshlarimiz 30, bizda maktabda 32 ta o'quvchi bo'lgan bo'lsa, men turib gapiradigan bo'lsam, bo'lgan 31 ta menga o'xshaydigan sinfdoshlarim meni eshitishyapti. Undan tashqari bu ustoz eshityapti. U payt kritika yomon edi. Hozir mana biz buni hammasidan o'tdik, buni hammasi bizning rivojlanishimiz uchun. Ovozim yaxshi bo'lsa, iltimos yozib olinglar. Qadriyatlar va qilayotgan ishning o'rtasidagi nomutanosiblik, ziddiyat bu nima degani? Siz o'zingizda odamlarga foyda keltiradigan ish qilgingiz keladigan bo'lsa, yordam bergingiz keladigan bo'lsa, ishingiz aldash bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda ziddiyat bo'ladi. Mana shuni natijasidan siz ish orqasidan maza qilib ishlamaysiz. Siz majbur bo'lib ishlaysiz. Majbur bo'lib. Bo'tda. Nima uchun yuqori oylik to'lanadigan ishda ishlasangiz ham yoki hamma havas qiladigan munosabatlarda bo'lsangiz ham ichingizdan tushunarsiz bir g'ashlik yoki nafratni his qilasiz. Mana shunaqa qilib, ishimni yomon ko'raman, vaqtim bekor ketyapti, men bu bilan shug'ullanmoqchi emas edim degan narsalar. Buni biz katta yoshli pokoleniyaga qaraydigan bo'lsak, bitta направленияda o'qiydi, lekin ishlash вообще boshqa направленияda bo'ladi. Mana masalan o'zim boshida medobrazovание olgim kelgan, meditsinskaya. Kollejga dokument topshirganda ekzamendan o'ta olmadim. Keyin taqdir taqozosi bilan gidrometeorologiyaga kirdim. 1 yil ishladim. Kollegalarimdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Muhim rus tilini ham o'rganib oldim o'sha payt. Undan keyin men psixologiya направлениясida o'qishga ham kirdim. Orada men sog'liq sferasida ham ishlab medobrazovание oldim va bu menga yaxshi yordam berdi. Hozir men psixologiya направлениясida ishlayapman, institutda o'qiyapman va meni ko'nglim xotirjam. Meni ichimda qanaqadir g'ashlik, nafrat degan narsalar yo'q. Chunki men o'zim xohlagan ishda ishlayapman. O'zim xohlagan ish bilan mashg'ulman. Sizlarda qanaqa? Oldingi efirimizda Guli adminimizga savol bergan edilar. Qanaqa?
Uzoq yillardan beri buxgalter bo'lib ishlayman, lekin bu ish menga lazzat olib kelmaydi. Bu ishni o'zgartirmoqchiman. Mana endi qiyin holat. Uzoq yillar, 10 yil o'zini mana shu ishga bag'ishlagan bo'lsa, mana endi bir deganda направление o'zgartirish xohlayapti odam. Buning iloji yo'q deb o'ylaysam, albatta bor. Mana misolda ko'rsatgan ekanman, sizning eng oliy qadriyatingiz siz uchun eng muhim bo'lgan narsa erkinlik. Lekin siz har bir qadamingizni nazorat qilinadigan qat'iy rejimli idorada ishlaysiz. Yoki siz uchun halollik muhim bo'lsa, lekin ishingizda mijozlarni aldashga majbursiz. Natijada ongingizda bu menga zarar qilsa ham shu ishni qilishim shart degan yopishqoq fikr rivojlanadi. Bu fikrlar sizni qiynaydi, qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu yerda maslahat bergan bo'lardim. Mana qadriyatlar va amaldagi ish o'rtasidagi disbalansni tushunib yetish. Bu disbalans sizni yemirmasligi kerak. O'zingiz yog'ingizda o'zingiz qo'virilmasdan bunga yangi ma'no berishingiz mumkin, yangi maqsad qo'yishingiz mumkin. Ko'pchilik mana Mantinga o'tirganimizda ham aytishdi, hayotim yaxshi, stabilman, oilam bor, uy-joyim yaxshi, oyligim yaxshi, ishim yaxshi, lekin kunim birdek o'tyapti, har kuni. Va men bundan charchadim. Agar mana shu disbalans hal qilinmasa, siz o'zingizni instrumentga aylanib qolgandek his qilaverasiz. Bu menga zarar qilsa ham men shu ishni qilaman degan fikrimiz bor. Kommentariylarga qarab olmoqchini hisoblaga o'ylaymanki hammasi tushunarli. Jihatingiz gapirmayman deb o'ylab umid qilaman va ovozim yaxshi eshitilyapti deb. Kelaylik keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slayd kattaroq. Ichki dasturlar hayotga qanday ta'sir qiladi? Bu to'g'risida hozir qisqacha aytib o'tdim. Kelaylik sразу bu slaydning boshqa qismiga o'tib ketamiz. Bu yerda ruhiy uzilish, hissiy sovuqlik, o'z maqsadingiz va atrofdagi insonlardan uzilib qolish. Nima uchun hayotingizda hamma narsa joyida ko'rinsa ham, qalbingizda bo'shliq his qilasiz? Hatto eng yaqin insonlaringiz ham quvonch yoki dardiga befarq bo'lib qoldingiz. Bunaqa holat bo'lganmi? Tak, bu to'g'risida yaxshisi отдельно bir efirimizda gaplashganimiz yaxshi, sababi bu katta mavzu, og'ir mavzu. Hech qanaqa diagnozlarni qo'ymaymiz o'zimizga. Agar sizda o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga qat'iy maslahat beraman, iltimos qilaman, specialist bilan ishlanglar, mutaxassislar bilan. Bu juda muhim. Hozir prosta moda bo'lyapti, o'ziga diagnoz qo'yish. Menda depressiya bor, menda STVG bor, menda sindrom bor, men bipolyarkaman. Bu modaga aylanyapti nimagadir odamlarda. Va modaga aylanyapti bechoraga qarash. Buni ham ularga foyda joyi bor. Shu sababdan specialist bilan ishlash juda kerak deb o'ylayman. Aytgancha uzr bir daqiqaga men Telegramga eslatib o'tishim kerak edi, xayolimdan chiqdi. Mayli, YouTube'da aytamiz, уже bizdan podpishkalarimiz bo'limiga o'rgangan, yoki efirni zapisini ko'rib olishadi. Misol uchun kelaylik hissiy uzilishni ko'rib chiqamiz qisqacha. Siz uzoq vaqt intilgan maqsadlaringizga erishdingiz. Masalan, yangi uy oldingiz, yangi mashina oldingiz. Bir daqiqa. Bo'ldi, zvonok bo'lib qoldi. Qadriyatlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, nimaga men bunga zvonokka javob berdim? Ayorim telefon qildi, men uchun ayorim birinchi o'rinda, qadriyatlarim qatorida. Men va ayorim. O'shaning uchun nima bilan band bo'lishimdan qat'iy nazar, qanchalik band bo'lishimdan qat'iy nazar javob berishga harakat qilaman. Sizda ham shu qadriyatlar iyerarxiya deyiladi. Qadriyatlar ustuvorligi. Mana shuni qo'y, mana shunga amal qiladigan bo'lsangiz, ko'nglingiz ham xotirjam bo'ladi. Aybdorlikka kirmaysizlar muhim. Xo'p, e'tiborli, siz uzoq vaqt intilgan maqsadlaringizga erishdingiz, orzularingizga erishdingiz, uy qurdingiz, uy oldingiz, mashina oldingiz, kuchli telefon oldingiz, mo'shniy telefon. Yoki bo'ladigan bo'lsa, sayohatga chiqdingiz, sayohatga chiqdingiz.
lekin kutilgan baxtni his qilmadingiz. Yaqinlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan o'tirganingizda ham avvallari boshqacha hislarni his qilardingiz. Qanaqadir shodlik, xotirjamlik, hozir bular yo'q. Mana do'stlaringiz bilan o'tirganingizda esa o'zingizni xuddi shisha qafas ichidagidek ulardan ajralgan va hissiz sezasiz. Bu holat sizni maqsadsizdek va atrofdagilar uchun begonadek ko'rsatadi. O'zingiz mana xayolga berilasiz. Oila davrasidasiz, mehmonlar davrasidasiz, qarindoshlar bilan yig'ilib o'tiribsiz. Lekin go'yoki siz boshqa joydasiz hozir. Mana shu taningiz mana shu yo'da, lekin xayollar bilan qatlardadir uchib yuribsiz, hech kimni eshitmayapsiz, hech kimni sezmayapsiz. Bu hissiy muzlash aslida ong ostingizning haddan tashqari ko'p og'riq yoki stressdan himoyalanish usulidir. Ong ostidagi eski bloklar sizni yangi zarbalardan asrash uchun barcha his-tuyg'ularni, nafaqat yomonlarni, balki yaxshilarni ham, faqat agressiya, negativni emas, pozitivnilarni ham o'chiradi, pasaytiradi, ularga bo'lgan ta'sirni o'chirib qo'yadi. Buni anglash hissiyotlarni qayta tiklash va hayot mazmunini topish kalitidir. Masalan, birinchi marta telefon olganimda men juda qattiq xursand bo'lganman. Knopchni telefonda bo'lardi. Shu knopchni telefon olganimda qanchalik xursand bo'lganman men. Hozir mana undan keyin boshqa telefon oldim, yana telefon oldim, yana telefon oldim, orada bu telefonni oldim, bu telefonni oldim. Yoshligimdagi baxt, shodlik, men zo'rman, menda shu bor degan his hozir unaqa kuchli emas. Masalan, hozir mana men bilan iPhone 14 bo'ladigan bo'lsa, men eng yangi chiqqan 17 Pro Max ana o'shani oladigan bo'lsam, yoshligimdagi emotsiyalarim kuchli bo'lmaydi. Men bunga o'zi o'rganganman. Bu yerda hissiy uzilish emas, prosta o'rganish. Hissiy uzilishga keladigan bo'lsa, siz o'zingiz mana shu holatda his qiladigan bo'lsangiz, go'yoki qafasda, shisha qafas, akvarium ichida, bo'shliq ichida. Spetsialistga murojaat qilishingizni tavsiya beraman. Bunda raskopkaga ham kelishingiz mumkin. Zarya ustozimiz Erikson terapiyasi NLP metodlaridan foydalanadilar. Raskopka sessiyasida bitta muammo 100% hal bo'ladi. Onlayn yoki offlayn o'tkazishimiz mumkin. Xullas, ora-chora his qilmasligimiz deganda nima deyapman? Emotsiyalarni kamayishi, bu bizning himoya mexanizmimiz. Mana shu slayd keyingisiga o'tamiz. Intilishning yo'qolishi, motivatsiya pasayishi. Avval maqsadlar o'z ahamiyatini yo'qotadi. Oldinga yurishga kuch topa olmaysiz. Ya'ni xohish yo'q, o'shiqingiz kelmaydi. Yoshligingizda oldinlari buni qilaman, uni qilaman deydigan bo'lsangiz, hozir yo'q. Kuchim yo'q, xohishim yo'q, charchadim. Oldinlari kitob o'qish yaxshi ko'rgandirsiz, sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rgandirsiz. Men o'zim tengdoshlarim bilan aytadigan bo'lsa, ketib futbol o'ynaymiz desa, yo'q, yaxshi kontrol o'ynaymiz. Buni kelinglar srazu maqsadiga o'tamiz. Vaqtimiz chegaralangan, уже 5 dakika 9 bo'libdi. Hali yana hozir ko'ramiz. 7-slaydda bo'lsam, 16 hali yana 9 slaydimiz bor ekan. Nega ilgari sizni hayajonga solgan va tunlar uyqu bermaydigan katta maqsadlaringiz bugun shunchaki majburiyatdek tuyulyapti va ularni o'ylasangiz, quvvat olish o'rniga yanada ko'proq charchaysiz. Qanaqa? Yana oddiy telefon misolida, maksimal prosta. Oldinlar olaman harakat qilganmiz, qilaman harakat qilganmiz. Hozir bu narsa yo'q. 1-2 qadam tashlaymiz, shu bilan to'xtaymiz. Oila borasida aytadigan bo'lsak, avvallari o'zimizdan yorimizdan xursand qilish uchun uni buni qilgan bo'lsak, to'ydan oldin sidaniyaga chaqirgan, kinolarga olib borgan, u narsalar olib bergan, qo'shgan shokolad olib kelgan bo'lsa, hozir yo'q bu narsa. Intilish motivatsiyani yo'qolishi. Kelinglar biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunga kichkina kommentariy qo'shib ketgan ekanman. Siz biznesingizni rivojlantirishni yoki yangi uy sotib olishni juda xohlagan edingiz. Rejalar tayyor, imkoniyatlar bor. Lekin sizda hatto kompyuterni yoqishga yoki birinchi qadamni tashlashga ham xohish yo'q. Avvalgi motivatsiyangiz o'rniga tushunarsiz loqaydlik va shu ham bo'veradi degan fikr egallaydi. Masalan, bir xonali kvartirada yashayapsiz.
Oldinlari xohlagansiz 2 etajli uyim bo'lsa, ichida hamma udobstvasi bo'lsa, Yevroremont bo'lsa, basseyn, sauna, игровой центр, hamma sharoitlari bo'lsa, remontdan yangi chiqqan, освещениyasi yaxshi, har doim gazi bor, kanalizatsiya ulangan, tok 24/7 bor bo'lsa. Hozir bir xonali uyim bor-ku. Avvalambor Xudoga shukr, boshpanamiz bor, davlatimiz bor. Bir xonali uy bo'ladimi, bir sotix yer bo'ladimi, bor. Va biz buni ko'paytirishimiz kerak. Lekin sizda faqat xohish, motivatsiya pasaygan. Harakat qilgingiz yo'q. Mana shunisi ham o'g'radi-ku. Ishlab turibdi-ku, bo'ldi, menga yana nima kerak deydigan. Yashasa bo'ladi, boshimdan chakka o'tmayapti. Bo'ldi, yetadi shu. Mana shunaqa fikrlar bo'ladi bizda. Bu qatdan kelib chiqqan o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, men ko'p kommentariya so'rayapman. Kommentariyaga nima bo'lsa ham yozinglar, bu meni videoyim statistikasiga ta'sir qiladi. Avvalambor men bu efirni o'tkazayotganim odamlarga yordam berish va o'zimning brendimni yaratish. Sizlar yozgan kommentariylar meni rivojlanishim uchun ham kerak. Ko'proq odamlar ko'rsa va siz bahona, ular ham mana shu videodan balki bu narsa olar, kichkina bo'lsa ham. Motivatsiya pasayishi bu shunchaki dangasalik emas, balki sizning ongli maqsadlaringiz va ong ostidagi xavfsizlik tushunchasi o'rtasidagi uzilishdir. Ong ostingiz ushbu maqsadga erishishni qandaydir sabab bilan zararli yoki og'riqli deb hisoblasa, u sizni asrash uchun energiya berishdan to'xtab qoladi. Bermay qo'ya qoladi. Ya'ni, yangi maqsad qo'ysam, yangi uy olishga harakat qiladigan bo'lsam, masalan, hozir mana variant chiqyapti deylik, bir xona uyingiz bor, siz buni 4 xona kvartiraga o'zgartirishingiz mumkin, pod ipoteka qilib. Bir xonali uy sotib, первоначальный взносын qilib, oylikdan oylikgacha qilib, har oy ipotekasini to'lab borishingiz mumkin, lekin sizda xohish bo'lmaydi bunga. Ongli ravishda e'tiborsiz rivojlanishim kerak, uy olishim kerak, kattaroq uy kerak menga. Oilam katta, hammaning o'zining xonasi bo'lishi kerak edi. Lekin buni qilmayapsiz. Nega? Ertaga boraman, indinga boraman, ertaga. Xudoning ertasi ko'p. Bu dangasalik emas, ong ostingizdagi podsoznaniyadagi siz tushunmagan himoya mexanizmi. Bu mexanizm qanaqa? Bu yerda yana fikrlar ham bo'lishi mumkin. Hozir uyimni sotib olib, mashinaliklarga uchrasamchi, uysiz qolib ketsamchi, to'lolmay qolsamchi, to'lolmay qolganimdan keyin bu uyimni ham olib qo'yishsachi. Bu yerda siz olaman, qilaman, erishaman emas, lekin o'xshamasachi, bo'lsachi, uchi, buchi. Bo'lmagan narsalarda yashab, o'zi charchab ketaverasiz. O'zingizni intilishga bo'lgan xohishingizni, ruhingizni o'zingiz so'ndirib boraverasiz. Men bu yerda aytmayapman, o'zingizlarga ishoninglar, hamma narsaga erishinglar deb. Ishonch bu faqat birinchi qadam. Harakat bizani natijaga yetkazadi. Bu yerda o'zimga ishonsam, hamma narsaga erishaman emas. O'zimga ishonib birinchi qadamni qo'ysam, to'g'ri planlashtirsam, to'g'ri o'zim xohlagan natijaga erishaman. Shu sababli efirimizning mavzusi natijalar sari edi. Bezovtalik to'g'risiga o'tadigan bo'lsa, hali ham biz o'sha slayddamiz, keyingi etapimizda bezovtalik. Sababsiz xavotir, kichik muammolar ham sizda kuchli qo'rquv yoki asabiylashishni keltirib chiqaradi. Sababsiz xavotir sizlar uchun nima bu? Nimalardan xavotir olasizlar? Assalomu alaykum Saida opa. Fikringiz uchun katta rahmat. Birinchi marta chiqishim, harakat qilyapman qo'ldan kelgancha. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Fikringizni yozib qoldiringlar, biz aytinglar. Inobatga olaman va o'zimni kamchiliklarimni to'ldirishga harakat qilaman. Tak, sababsiz xavotir to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, sizda qanaqa xavotir bor? Qanaqa kichkina arzimaydigan narsaga asabiylar buzilib ketadi? Ладно, bu joyda efirda baribir. Bizda darslarda uzumda o'tkazgan yaxshi o'quvchilar bilan ochiqchasiga gaplashsak, men ular meni eshitsa yaxshi. Bu yerda biz faqat kommentariya, bu yerda biz sizlarga yaxshi tushuntirish uchun orasida zadержка bor. Siz eshitayotgan har bir so'zimni men где-то 30 sekund oldin aytganman. Sizlarga to'g'ri yetib borishi uchun. Internet tez boradigan bo'lsa, internet sifatini hisobga sizlarda uzilish bo'lishi mumkin. Shunga zadержкасы bor. Tak, sразу davom etamiz. Kichkina mayda narsalar sizlar uchun nima? Masalan, mana bu bokal.
Mana shu bakal sindi. Shunga asabiylar buziladimi? Uyiladi mana bakallar bor, pila bor, choynak bor, kosa bor. Farzandinglar ketyotdi-da, tushib ketdi qo'ldan, sindi. Ichida ovqati bor edi, to'kildi. Bunga asabiylar buziladimi? Asabiylashasizlarmi? Srazu qoldirgan kommentariyamga o'tamiz. Nima uchun arzimagan xato yoki kichik bir noaniqlik sizda xuddi katta fojia yuz bergandek yurak urishini tezlashtiradi, qo'l qaltirashini chaqiradi va uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Bu aytgan yo'q. Kechasi uxlamoqchisiz, o'zingizni yengil his qildingiz. Bo'shashmoqchisiz. Mushaklarni bo'shashtirmoqman, tirishtirish emas, bo'sh qo'ymoqchisiz. Yengil nafas olib. Lekin xavotir boshlanadi, qo'rquv boshlanadi. Asabiylashish ham boshlanishi mumkin. Bo'lib o'tgan voqeaga jahlingiz chiqishi mumkin. Afsuslanishingiz mumkin, aybdorlikka kirishingiz mumkin yoki ayblashingiz mumkin bu kimni. Sababsiz bu narsa necha yil oldin bo'lib o'tgan yoki biz hali bo'lmagan. Nimaga? Misol, rahbariyatdan kelgan oddiy ertaga gaplashib olamiz degan xabar sizni tuni bilan uxlashga qo'ymaydi. Chunki ong ostingizda darrov ishdan haydalish, pul bo'lmasligi va sharmandalik ssenariylari rivojlana boshlaydi. Yoki farzandingiz qo'ng'iroqqa 5 daqiqa kech javob bersa, sizda boshqarib bo'lmas vahm uyg'onadi. Vot farzand. Ko'chada yaqin bir ukam bor, radnoy emas. Necha yosh? 22-23 yoshlar. O'tirishga bo'lgan edik, mastolni o'yin o'ynab va biz kechga qolib ketdik. Soat 10 dan oshib ketdi. Metrodan chiqayotganimizda oyish telefon qildi. Metrodan chiqayotganda bilamiz, odamlar ko'p shovqin, erkak bor, ayol bor. Baland gapirish bor, past gapirish bor. Shu payt o'tayotganda oldimizda qizlar baland gapirib, kulib gapirib bordi. Shu payt bunday e'tibor berib qarasam, yo'q, unaqa emas, men metrodan chiqayotgan edim. Oldimda hech qanaqa qizlar yo'q deb. Bu yerda yokida men noto'g'ri tushunmayman, yokida ona baribir xavotir oladi. Bu ham bitta vahma, qo'rquv. O'g'lim aynib ketsa-chi. U bitta yomon qiz boshini aylantirib olsa-chi, yo'ldan ursa-chi. Bu ham bitta qo'rquv. Bu qo'rquv qatdan kelib chiqadi? Bizda ong ostida hamma narsa saqlanib qoladi. Har bitta o'qigan kitobimiz, eshitgan so'zimiz, ko'rgan kinodagi sahnalarimiz. Hammasi esda qoladi. Shu sababdan biz kutmagan paytda biz o'shani eslashimiz ham mumkin. Go'yoki men oylarim kutib turayotganimda yoshida 3 ta maktab o'quvchisi o'tib ketyapti. Qo'lida non. Yopgan non. Bo'lishib yeyishyapti. Nonni o'zini. Men yoshligimda menda ham bo'lgan, sindoshlarim bilan pul tashlashib, bitta shu yopgan non sotib olar edik. O'lishib yurdik. Mana shu menda ana o'sha umuman xayolimga kelmaydigan, umuman eslamagan xotiralarimni uyg'otadi. Maqsadga o'tamiz, javobga o'tamiz. Bu sababsiz xavotir aslida ong ostingizdagi eski o'tmishda qolib ketgan himoya dasturlari natijasidir. Amani holatimda bu nostalgiya. Ukam onasini misolda aytadigan bo'lsak, do'stimga qo'yib tushunarliroq bo'ladi. Eski ssenariy bu qayerda? Qaysidir tanishi, qarindoshi, yaqin insonning hayotida bu bo'lgan bo'lishi mumkin yoki televizorda ham ko'rgan bo'lishi mumkin. Televizorlarda, YouTube'da hozir videolar ko'p, kim yomon kelin yomon, kim yomon qaynona yomon, kim yomon qaynota yomon, kim yomon er yomon. U bunaqa, bu unaqa, u bunga dushmanlik qiladi, uning orqasidan pichoq uradi. Mana shuni ko'rib siz mana shunda bo'lgan holatlarni, meni hayotimda ham shu bo'lgan deb o'zingizga tortib olishingiz mumkin. Mana shunga, mana shunaqa vaziyatlarda siz mana shunaqa bo'lib qolsa-chi degan tushunchaga borasiz. Bu sababsiz xavotir aslida ong ostingizdagi eski o'tmishda qolib ketgan himoya dasturlari natijasi. U sizni go'yo ehtimol xavfdan ogohlantirish uchun jangovar shaylikda, boyevaya gotovностьda ushlab turadi. Ong ostidagi ushbu qo'rquv bloklarni topib, ularni hozirgi vaqt uchun xavfsiz qilib o'zgartirish bu asabiylikni ildizini yo'qotadi. Yoshlikda mana sizlar paytda bilmadim, hozir
Assalomu alaykum Marjon opa. Oldin asabiylashardim, hozir esa yo'q degan ekansiz. Siz uchun juda xursandman. Bugun sen aytgandek, har bir kasallik, har bir xastalik ruhiyatdan. Said opa harakat qilganman, rahmat. Rahmat bergan bahoyingiz uchun. Sizlarda qanaqa bo'lgan bilmayman, meni yoshligimda o'zim pul topish kerak, ofitsiant bo'lib ishlagan paytim bo'lgan va ofitsiantlik kechqurun to'yda xizmat qilardim, kechqurun qaytardim va PPS nima yurardi. Yoshli yuradigan bo'lsa, olib ketishardi tekshiruvga. Siz xotirjam kechqurun bitta o'zingiz yolg'iz yuribsiz. Yoshsiz, yoshingiz 10-15 atrofida. Ko'chada hech kim yo'q, lekin uzoqda bitta, ikkita, balki 3 tadir. Odamlar sekin izingizdan yurib kelyapti. Qo'rquv bosishi mumkin, siz yolg'izsiz. Hozir va shu damda siz yosh bola emassiz. Siz kuchli insonsiz. Hozirda xavfsiz muhitdasiz. Siz xohlagan joyingizda, xohlagan vaqtingizda yurishingiz mumkin. Yoshligingizda qo'rqqan holat hozir xavfsiz. Hozir bu xavfsiz. Siz o'zingiz mahallangizdasiz, o'z ko'chalaringizdasiz. Siz yurgan yo'lda xavfsizlik posbonlari bor, yo'l patrul xizmatlari yuradi. Xavfsiz muhitda bu uchun qo'rqish shart emas. Men o'zim hozir bemalol kechqurun yuraman. 12 da bo'ladim, 1 da bo'ladim. Albatta, men to'xtatib so'rashligi mumkin nima qilyapsan deb. Chunki yaxshi bor, yomon bor. Bu yomon emas, bu qaytanga yaxshi. Men so'rashdim, demak boshqalarni ham so'rashadi. Bu xavfsizlik uchun. Tak, sababsiz ichki xavotir bo'yicha gaplashdik. Bu slaydni to'liq ko'rib chiqdik. Biz bu yerda ichki dasturlar hayotga qanday ta'sir qiladi? Mana shu to'g'risida gaplashdik va 3 ta bo'lim. Ruhiy uzilish, intilishning yo'qolishi, bezovtalik haqida gaplashdik. Tak, soat 9dan 10 daqiqa o'tibdi. Keyingi slaydga o'tamiz. Slayd videoni zapisida bo'ladi. Telegram guruhimizga ham qo'shib qo'yaman. Yaxshi, Telegramdan bizlarga yozinglar. Tak, nomer. Telegramdan bizlarga yozinglar, ilishkilarga prezentatsiyani tashlab beraman. Tak, nomer +998 99 kodi bilan 469 26 69. Telegram. Telegramdan yozadigan bo'lsangiz yokida men yokida Guli javob beramiz. Savollar qiynalishlar bo'ladigan bo'lsa ham aytishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bu dunyo qaytar dunyo. Kimgadir yaxshilik qilasan va yaxshilik qaytib keladi. Doston yoki Guli. Keyingi holatlar. Biz oldingi bo'lim bo'yicha ishlab o'tdik va bu holatlar sizning aybingiz emas, balki ong ostingizdagi eski himoya dasturlari natijasidir. Bu himoya qilish uchun bo'lgan, sizga zarar yetkazish uchun emas. Qo'rquvda yolg'iz qolsangiz qo'rqishingiz mumkin. Ong ostida mana qo'rquv bo'lishi mumkin, xavotir. Hozir bu kim kelib qolsachi, o'g'ri tushsachi, yer qimirlasachi. Bo'ladi. Bu sizga yomonlik qilish uchun emas, bu xavfsizlik uchun. Ong ostida sizda himoya qilish dasturi bor. O'shanga sizga erkin, bo'sh, o'zingizni yengil his qilishingizga qo'yadi. Hozir yengil o'zimni bo'sh qo'ysam, ojiz bo'lib qolaman, bu narsa bo'lib qoladi. Qo'rquv. Mana shu qo'rquvda siz ushlab turishi mumkin. Mana shu sabab. Buni sizga foyda joyi bor. Bu yomonlik tilab emas. Faqat siz uchun. Ong ostida sizni xotirjam yashashingiz uchun harakat qiladi. Nima uchun xatolaringizni anglab tursangiz ham ularni takrorlayverasiz va keyin o'zingizni irodasiz yoki omadsiz deb ayblaysiz. Siz janjaldan qochishni xohlaysiz, lekin yaqinlaringiz bilan muloqotda birdan portlab ketasiz. Keyin esa nega bunday qildim deb pushaymon bo'lasiz. Nimaga shu gapga yetdim, aytmasligim kerak deb aybdorlikka ham kirishingiz mumkin, o'zingizni aybdor his qilishingiz mumkin. Nimaga? Aslida o'sha lahzada ongingiz emas, balki ong ostingizdagi hujum qilish eng yaxshi himoya degan eski dastur ishga tushib ketgan bo'ladi. Bu ehtimol. Buni aniqini topish uchun raskopka yoki kelishishlarni maslahat beraman, yoki spesialist bilan ishlanglar.
Ana o'shanda aniqini topasizlar. Sizlar ko'rayotgan videolar, darslar, даже mani so'zlarim ham bular faqat teoriya. Misol, bu kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Hamma odam har xil, 5 qo'l barobar emas. Hujum qilish eng yaxshi himoya. Bu holatlar sizning yomonligingizdan emas, balki ongostidagi himoya dasturlari natijasidir. Ushbu dasturlar o'tmishda sizni qaysidir og'riqdan asragan, lekin bugungi kunda ular eskirgan va rivojlanishingizga xalaqit beryapti. Buni anglash sizga aybdorlik hissini o'zgartirishni boshlashga imkon beradi. Aybdorlikka kirmaslik kerak, bechoraga kirmaslik kerak. Hozirgi kundagi eng katta xato. Так, qisqacha to'xtab ketaveraman. Savolingiz bo'lsa, Telegramdan berishinglar mumkin, kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Qaraymiz, javob beramiz, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydimizning maqsadi. Tanangiz sizga nima demoqchi? Sababsiz qo'rquvdan boshlaylik deb o'tdi. Sababsiz qo'rquv va odatlarni o'zgartirish. Odatlarning o'zgarishi. Sababsiz qo'rquv. Qaror qabul qilish eng oddiy tanlovlarda ham qiyinchilik va kuchli ikkilanishni boshdan kechirasiz. Oddiy qaror, magazinga kirdingiz, uni olishingiz kerak yoki buni olishingiz kerak. Yoki buni oling yoki uni oling. Plyus bittasiga yetadi. Yoki bu 4 ta variant bor, bittasini tanlay olmaysiz. Boshqa holatlar ham bor. Masalan, uzun punkt выдачи. Uzunni hamma biladi. Qachon borsam ekan? Ertalab 9 ga borganim yaxshimikan, 10 ga borganim yaxshimikan, kechqurun boring ekan. Yo, obedlarga boring ekan, ishdan ruxsat so'rab. Obedga yopilib qolgan bo'lsa-chi. Yo, 3larga boring ekan. Odam ko'p bo'lsa, o'chir topib ketmaymanmi? Kechki payt bo'lsa, borsam-chi, kechki payt hamma ishdan chiqib boradi. Точно qolib ketaman o'chir kutib. Mana, ikkilanish. Nima uchun kiyim tanlash, kechki ovqatga nima buyurtma qilish yoki dam olish kunini qanday o'tkazish kabi oddiy qarorlar sizga xud taqdiringiz hal bo'layotgandek kuchli ikkilanish va ruhiy charchoqni keltirib chiqazadi. Oddiy qaror. Buni qabul qilganingizda hayotingiz kardinal o'zgarib ketishi aytilmayapti. Buni talasang, bunaqa bo'lib ketadi, buni talasang, bunaqa bo'lib ketadi. Bu oddiy qaror, bu buyumlar faqat. Buni olishingizdan ikkalasi ham telefon. Kiyim olishingizdan bu kiyimni ham kiyasiz, bu kiyimni ham kiyasiz. Nimaga bu hayotimizga juda katta ta'sir qiladi degandek ikkilanamiz. Do'konda 2 xil rangli ko'ylak o'rtasida yarim soat qolib ketasiz. Birini olsangiz ikkinchisidan afsuslanishdan, boshqalariga yoqmasligidan yoki noto'g'ri tanlov qilishdan qo'rqasiz. Natijada hech qanday qaror qabul qilmaslikni yoki kimdir siz uchun tanlab berishni afzal ko'rasiz. Buni olsamki, uni olsammikan deb sotuvchidan ham so'rashingiz mumkin. Ko'chadagi begonadan ham so'rashingiz mumkin. Bu menga yarashibdimi? Yaxshi turibdimi yoki men buni olganim yaxshimi? Qaysi birini maslahat berasiz? Bu odam bilmaydi. Siz uchun nima yaxshiligini siz bilasiz. O'shaning uchun raskopkada ham, kursda ham zarur ustozimizga qalb bilan gaplashishni o'rgatadilar. Aynan o'shanda ichki javob, eng to'g'ri javob sizga keladi. Bu holat shaxsiy chegaralaringizning kuchsizligi va ongostida mening xohishlarim muhim emas yoki xato qilish fojia degan blok natijasidir. Ongost yangi dasturlarni qabul qilishi qiyinlashgani sabab siz o'zingizni yo'qotib, boshqalarning fikriga qaram bo'lib qolasiz. Uyingizni tanlay olmaysiz. E'tibor beringlar. Qaytadan mana shu joyini o'qib o'taman. Bu holat shaxsiy chegaralaringizning kuchsizligi va ongostidagi mening xohishlarim muhim emas yoki xato qilish fojia degan bloklar natijasi. Buni o'zgartirish kerak. Sizning xohishingiz eng muhimi. Har doim. Hozir ham mana efirimizda kam odam bo'lsa ham, mana shu odamlar mana shu efirni ko'rishni tanlov qilishdi. O'zligi mustaqil. Bu efirlar juda ko'p. Hozir men o'zim kirib qaraganimda efirlarda oказывается, balu pishirib o'tiribdi, narsa sotib o'tiribdi, prямой efir yoqib qo'ygan odamlar ko'ryapti shuni. Nega? Kim uchundir bu stressni yechish, chalg'ish, tinchlanish.
Odatlarning o'zgarishi. Odatlar o'zgarishi ishtaha, uyqu va kundalik energiya darajangizni keskin o'zgartirib ketadi. Nima uchun hayotingizda ruhiy bosim yoki ichki ziddiyatlar bir-biridagi uyquyingiz buzilishi, ishtahanggiz yo'qolishi yoki haddan tashqari ko'p ovqat yeyish va kun davomida quvvatsizlanib qolishingizga sabab bo'ladi. Siz muhim bir qaror qabul qilishingiz kerak, lekin ong ostingizda kuchli qo'rquv bor. Natijada kechasi bilan uxlay olmaysiz yoki aksincha, dunyodan uzilish uchun kun bo'yi uxlagingiz keladi. Ovqatlanish odatlaringiz ham nazoratdan chiqadi. Yo umuman ovqat yeya olmaysiz yoki stressni yeyish orqali bosishga harakat qilasiz. Stress bo'ldi, tinmay ovqat yeyveramiz, tinchlanish uchun zaydaq stress deyishadi. Tanangizda bu keskin o'zgarishlar ong ostidagi eski himoya dasturlari va ichki bloklarning jismoniy aksidir. Ong ostidagi bu bloklarni anglash va transformatsiya qilish orqali ruhiy xotirjamlikni, balki jismoniy sog'liq va energiya muvozanatini ham tiklash mumkin. Tanaga e'tibor berishimiz kerak. Tana biz bilan gaplashadi, bizga belgi beradi. Mustaqil mulohaza uchun kommentariy qoldirgan ekanman. Tanangiz bu ong ostingiz ko'zgusidir. Undagi o'zgarishlar sizga eng to'g'ri signalni beradi. Tanadagi o'zgarishlar. E'tibor beramiz bunga. Atrof muhitning roli keyingi slaydimizning mavzusi qadriyatlaringiz inkor etiladigan muhit. Ya'ni sizga muhim bo'lgan narsani qo'yganlar muhim emasdi, buni ijrosi qilish mumkin. Yer yurishligi. Agar atrofingizda faqat cheklovchi ishonchlarga ega insonlar bo'lsa, ong ostidagi yangi dasturni qabul qilish qiyinlashadi. Shaxsiy chegaralar va qadriyatlarni himoya qila olmaslik sizni instrumentga aylantirib qo'yadi. Nima uchun siz o'zgarishga harakat qilganingizda atrofingizdagilar sizni tushunish o'rniga eski holatingizga qaytarishga urinishadi? Nega o'z fikringizni himoya qilishda o'zingizni aybdorlik his qilasiz? Misol, siz daromadingizni oshirish yoki yangi sohani o'rganish haqida gapirsangiz, yaqinlaringizda hozir hamma joyda inqiroz, tinchgina ishingni qilaver deb to'xtatishligi, qaytarishga harakat qilishligi mumkin. Agar siz o'z vaqtingizni va qadriyatlaringizni himoya qila olmasangiz, masalan, yoqtirmagan ishingizga yo'q deya olmasangiz, atrofdagilar sizni faqat o'z maqsadlari uchun xizmat qiladigan instrument sifatida ko'ra boshlashadi. Qadriyatlaringiz inkor etiladigan, faqat cheklovchi ishonchlarga ega insonlar qurshovida bo'lish ong ostining yangi ijobiy dasturlarni qabul qilishni qiyinlashtiradi. Shaxsiy chegaralarni o'rnatish va qadriyatlarni himoya qilish bu o'zlikni saqlab qolish va rivojlanish uchun zaruriy shartdir. Sizlar uchun muhim narsani himoya qilasizlarmi? Mana sizlar uchun muhim. Hozir qilgan ishinglarni yaxshi deyishligi. Avliyo aytibdi, yo'q bu ishing chala, noto'g'ri, bundan yaxshi qilish mumkin edi. Oddiy mana maktabda pochirking xunuk, bundan chiroyli yozishing mumkin edi. Masalan, siz uchun o'zingiz pochirkingiz muhim bo'ladigan bo'lsa, birovning fikri sizni kritikovat qilsam bu xunuk deb. Yoki deb bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz xohlab olgan narsangiz. Masalan, mana shuni menga ayorim sovg'a qildi va men xursandman, menga bu yoqadi. Va agar xunuk ekan deydigan bo'lsa, bu noto'g'ri. Bu chiroyli, bu menga yarashgan, bu menga yoqadi. Shunaqa qilib qadriyatlarni himoya qilish kerak, o'z uchun muhim bo'lgan narsalarni, muhim bo'lgan odamlarni himoya qilish kerak. O'z chegaralaringizni himoya qiling va chegarani buzishligiga yo'l qo'ymaslikni maslahat beraman. Lekin bu degani ba'zi odamlar o'z fikrini bildira olmaydi. Masalan, qanaqa qilib? Qaysi misolda tushuntirsam bo'ladi? Davaychi misolda aytmaymiz. Oddiy. Bir xil qo'pol gapiradi. Aytishi mumkin, yo'q buni qilmagin, men bunaqa qilgin deb. Yo'q, o'tga qo'pol so'zlar qo'shilishi mumkin, qattiq aytishi mumkin, kritikovat qilib ketishi mumkin, yoki-da sizni o'zingizga bo'lgan bahoyingiz yana ham pastga tushirishi mumkin. Ular o'z fikrini ayta olmaydi. Bu normal holat, ular o'rganmagan. Bu qobiliyatni rivojlantirish mumkin. Balki mana shu qobiliyat sizda yo'qdir, balki siz mana shunaqa qilarsiz. Bu to'g'risida o'ylab ko'ring, buni rivojlantirish mumkin. Agar bu kun mana shu minusdan aziyat chekayotgan bo'lsa, unga mana shu so'zlarni ham yetkazishingiz mumkin. Yoki videoni tavsiya beringlar, video ko'rishsin. Просмотрим oshadi. Давайте yakuniy slaydga o'tamiz.
oxirgi slaydimiz prezentatsiya bo'yicha va shu bilan vebinarimizni yakunlaymiz. Men bilan shu paytgacha bo'lganinglar uchun rahmat va oxirgi slayd webinar zapisi bo'ladi. Yaxshi kачествоda videoga YouTube'ga qo'shiladi. Bugun 21-число bo'ladigan bo'lsa, 23-24 yanvar kunlari, 23 yanvar kuniga joylashadi yaxshi kачествоda. Muvaffaqiyatni qayta ta'riflang. Bu faqat natija emas, balki ichki xotirjamlik hamdir. Muvaffaqiyat, natija siz uchun nima? Mana shuni qayta ta'riflashingiz kerak. Balkim natija siz uchun budir, balkim natija budir. Balkim siz uchun natija yoza olishdir, balkim siz uchun natija chiroyli yoza olishdir. Balkim siz uchun natija o'qigan narsani qabul qilish, tushunishdir. Balkim siz uchun natija qilingan amaldan xulosa chiqarishdir. Natija. Natijaga e'tibor beringlar, natijalar har xil va o'zingiz xohlagan natijaga qanaqa harakat qilish kerak. Mukammallikdan voz keching, xato qilish bu tajriba. Zarur ustozimiz aytadilar, xato yo'q, tajriba bor. O'zingizga ruxsat bering, bu ichki bloklarni yumshatadi. O'zingizga ruxsat bering xato qilishga. Mana shu ichki bloklarni yumshatadi. Sizlar bilan bugun men bo'ldim, ismim Doston, Zarisa Zeko bilan hamkorlikda ishlayman. Sizlarga bu videomizni ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos like bosinglar, kommentariyaga yozinglar. Bizlar bilan birga bo'linglar, kanalimizda juda ko'p videolar bor. E'tiboringiz uchun rahmat.